Yerni o'zboshimchalik bilan qurib olganlar endi uni rasmiylashtirishlari mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Mahallada uyini hali ham kadastr qilmaganlar uchun muhim yangilik. Ushbu xabarni barcha fuqarolarga yetkazib qo'ying. 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan 937-yangi qonun asosida hujjatsiz yer yoki uni rasmiylashtirish imkoniyati yaratildi. Bir martalik to'lov miqdorlari eng kam ish haqqining 1 baravari 412 ming so'm. Toshkent shahrida eng kam ish haqqining 5 baravari 2,60 ming so'm. Nukus va viloyat markazlarida eng kam ish haqqining 3 baravari 1,236 ming so'm. Boshqa shaharlarda eng kam ish haqqining 2 baravari 824 ming so'm. Qishloq hududlarda eng kam ish haqqining 1 baravari 412 ming so'm. Boshqa hollarda auksion narxlari asosida quyidagi imtiyozlarga ega 1-2 guruh nogironlari to'lovdan ozod qilinadi. Ilgari yer uchun to'lov qilganlar qayta to'lamaydilar. Ijtimoiy himoya restordagilarga 50% chegirma beriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shundan iborat edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.